Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev haqida siz kutmagan ajoyib xushxabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Mashhur xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev tez kunda muxlislarini yangi musiqiy klipi bilan xursand qiladi. Tasvirga olish jarayonidan olingan suratlar ijodiy jamoaning qizg'in ish olib borganini va muxlislar uchun yorqin taassurotlarga boy videoni taqdim etish niyatida ekanligini ko'rsatadi. Klip syujeti va ijodiy jarayon. Klipda milliy urf-odatlar va xalqona muhit aks etgan. Kadrlarda xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev samimiy kuylashda, to'yona an'analarini ijro etishda namoyon bo'lgan. Shuningdek, videoda aktyor va aktrisalarning ta'sirli sahnalari ham mavjud. Ular tomoshabinni g'amginlik va sog'inch hissi bilan chalg'itishni uddalagan. Emotsiyalar va ta'sirchan lahzalar. Xonandaning yuz ifodalari va his-tuyg'ulari klipda muhim o'rin tutadi. Uning qo'shiq matni bilan uyg'unlashgan tuyg'uli ijrosi muxlislarni yanada ko'proq ta'sirlantirishi shubhasiz. Ayniqsa, xalqona muhitdagi sahnalar, raqsga tushayotgan qahramonlar va jonli ijro klipni yanada jozibali qiladi. Muxlislar nima kutishi mumkin? Bu klip Jaloliddin Ahmadaliyev ijodidagi yana bir yorqin asar bo'lishi kutilmoqda. Unda nafaqat hunarmandlik, balki xalqona rivoyatlar, muhabbat va sog'inch hissi ham mujassam. Muxlislar uchun esa bu ijodkorning navbatdagi ixlos bilan tayyorlagan tuhfasi bo'ladi, deyiladi xabarda. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang.